Bugungi kunda sun'iy intellekt hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelar ekan, axborot xavfsizligi masalasi avvalgidan ham dolzarbroq bo'lib bormoqda. Sun'iy intellekt bu faqat texnologiya emas, balki global xavfsizlik tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadigan kuchli omildir. So'nggi yillarda dunyoda sun'iy intellektga bo'lgan talab keskin ortdi. 2032-yilga kelib global sun'iy intellekt bozori qiymati 933 milliard dollargacha yetishi taxmin qilinmoqda. Mutaxassislar fikricha, keyingi 10 yil ichida barcha korxonalarning 80% sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadi. Bu ko'rsatkich sun'iy intellektning iqtisodiyotdagi o'rni naqadar kuchli ekanini ko'rsatmoqda. Biroq sun'iy intellekt rivoji bilan birga xavf ham ortib bormoqda. Yaqinda o'tkazilgan xalqaro tadqiqotga ko'ra, kiberhujumlarning 60% sun'iy intellekt yordamida amalga oshirilmoqda. Demak, sun'iy intellekt nafaqat yaratuvchi, balki xavf tug'diruvchi kuchga ham aylanmoqda. Har kuni dunyo bo'yicha o'rtacha 2000 dan ortiq yirik kiberhujum qayd etilmoqda. Kompaniyalar yiliga o'rtacha 6 trillion dollar zarar ko'rmoqda. Bu butun dunyo iqtisodiyotiga katta zarba albatta. Hozirda kiber jinoyatchilar nafaqat tizimlarga kirishmoqda, balki sun'iy intellekt yordamida odamlarning xulq-atvorini, yozishmalarini, ovoz va videolarni soxtalashtirishmoqda. Deepfake texnologiyalari bunga yorqin misol. 2024-yilda dunyo bo'yicha aniqlangan deepfake firibgarliklari 300% ga oshgan. Bugun sun'iy intellekt rivoji nazoratdan chiqayotganligini ko'rishimiz mumkin. Eng katta xavf axborot almashuvining noto'g'ri boshqarilishidir. Birinchidan, sun'iy intellekt algoritmlari kim tomonidan va qanday maqsadda yaratilayotgani ko'pincha noma'lum. Ikkinchidan, sun'iy intellektning o'zi yangi risklar tug'dirmoqda. Buzg'unchi sun'iy intellekt modellarining paydo bo'lishi, ma'lumotlar omborlarining o'g'irlanishi, inson omilining kamayishini sanab o'tish mumkin. Uchinchidan, davlatlar sun'iy intellekt qurollanish poygasiga kirgan. Bu esa global xavfsizlikni izdan chiqarishi mumkin. Sun'iy intellekt rivojini to'xtatib bo'lmaydi, ammo uni boshqarish mumkin. Buning uchun sun'iy intellekt yaratishdan oshkoralik va etik me'yorlar bo'lishi shart. Har bir davlat sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha qat'iy qonunchilik joriy qilishi lozim. Kiber xavfsizlik bo'yicha xalqaro hamkorlik kuchaytirilishi kerak. Har bir tashkilot o'z axborot xavfsizligi strategiyasida sun'iy intellekt xavflarini alohida blok sifatida kiritishi lozim. Aholi o'rtasida media savodxonlikni oshirish, deepfake va yolg'on kontentga qarshi eng kuchli vosita hisoblanadi. Sun'iy intellekt katta imkoniyat, ammo uni to'g'ri boshqarmasak, u xavfga aylanadi. Axborot xavfsizligi bugun texnik masala emas, balki milliy xavfsizlik, iqtisodiy barqarorlik va jamiyat ishonchi masalasi hamdir. Demak, sun'iy intellektni rivojlantirishda ehtiyotkorlik, axborot xavfsizligini ta'minlashda esa qat'iyat bizning eng muhim vazifalarimizdan biridir. Kelajak ishonchli bo'lishi uchun bugun to'g'ri qarorlar qabul qilishimiz zarur.